Ulug'bek, qachon qarasa Kia Bongo yangi pachkalarni reklama qilasiz. Porterdan ham bo'lsin, pachkasidan deganlar uchun. Mana zakazingiz keldi. Hyundai Porter 2024 Zavodskoy propan turbina Koreya Hyundai avtosalondan sotib olingan va Namangan kelib tushgan. Porter xilosmandlari like bosing, obzorni bir ko'ring. You better rock your body now, everybody. Rock your body. Everybody. Menga eng ko'p beriladigan savollardan biri Hyundai Porter olaymi, Kia Bongo olaymi, qaysi biri zo'r deyshadi. Azizlar, Hyundai Porter hozirda Qirg'iziston tomonlarida, arab mamlakatlari tomonidan legenda hisoblanadi. Bu o'ta mягкий lotka hisoblanadi. Yana bir ma'lumot o'rnida Hyundai Motors Kia Motors'ni egasi kompaniya bankrot bo'lganda Kia 2000-yillarda Hyundai kompaniyasi sotib olgan va zavodni nomini Kia'ni qoldirgan. Ikki guruhga ajratgan Kia Group, Hyundai Group bir-biriga mustaqil ravishda ish olib boradi. Raqobat sifatida xuddi bizda Gentra va Cobalt raqobat qilgan singari ikkita alohida guruh, lekin qozoni bitta Hyundai. Hyundai aslida juda ham katta korporatsiya. Mana bu mashina ham Hyundai mahsuloti. Genesis, tug'ilish, yaralish degan ma'noni anglatadi. Hyundai degan faqatgina mana bunaqa mashina emas, mana bunaqa Bentley, Rolls-Royce koreyskiy variantlarini ham ishlab chiqaradi. Mana yuk mashinalari ichidagi Rolls-Royce'lar desam to'g'ri bo'ladi. O'zbekiston bozorida bu mashinalarni o'zini toifasida umuman raqobatchi yo'q. Kamiga bu mashinamiz Koreya avtosalonidan kelgan. Salafonlargacha turgan 2024 1400 km turgan 100% kraska toza. Chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Ko'rishingiz mumkin. O'ta ideal. Glyufitrlarga e'tibor berasiz. Hancock ballonlarda, Hancock degani Kars degani, Koreya degani. Shuni bilib qo'yinglar. Va kumxo qo'ymayapmiz. Hamma yoqda Hancock ballon qo'yapti zavodlar. Yuk mashina zavodlari. Ko'ryapsiz orqada 5-pokoleniya tabletka, Zavodskoy propan. Orqalarini qarang. Ideal holatda kelishda chizilmagan, qirilmagan. Tunkani ko'ryapsiz? Zarracha tortilmagan. O'ta ideal. Mana koreyskiy salafonlar bilan turibdi. Porter muxlislari, like bos qo'llab-quvvatlang. Bunaqa Porter kam bo'ladi bilasiz. Qimmat qalpaklargacha mana bu yerlarga agar metan qo'ysangiz zo'r tushadi. Ikkita 100 talik joyni kattaligini qarang. Mana bitta zavod Kia Hyundai mana glyufitrgacha bir xilda. Yozuvlarni ko'ryapsiz. Bu tomonlarni qarang, umuman chizilmagan, qirilmagan, ideal holatda bakulari yopiladi, qiziydi, sidenasi isiydi, soviydi, rollargacha isiydi, ichini qarang. Salonni hidi shundoq kelib turibdi. Yangi Porter saloni mana shu bo'ladi o'rtoqlar. Ko'ryapsizmi, koreyskiy salafon. Bu soxta emas, o'zini zavodskoyi. Mana shu bo'ladi. Mana bu o'rindiqdagini olib tashlabdi. Qarang, Porterda figuralar o'zgargan, oldingi bunaqa bo'lmagan, quchoqlab turadigan bo'lgan. Spinka o'rtaga olingan, mana bu tugmachi ham oldiga olingan. Dizel motor 133 ni, korobkasi 6 taligi. Shunda ham bunda palasalarni ko'radi, stabilizatsiyalar bor, 100 bin Bluetooth magnitofonlar, mana hand free, ya'ni telefoningizni magnitofonga ulagan holatda gaplashib ketishingiz mumkin. Avto rejimlari bor, ya'ni qorong'i tushganda chiroqlarni yoqadi, palasalarni ko'radi, avariya tormojeniya. Yangi salon o'rtoqlar. Mana ichini ham ko'ringlar. Uzun uch burchagi, balon ключlari, hamma narsasi bor va yana bir gap, ko'pchilik bilmaydi, bularni damkrada qayerda turishini ko'pchilik bilmas ekan. Damkrada mana bu yerda turadi, Porterniki. Ma'lumot o'rnida. Kia'da kapot ichida bo'ladi, Porterniki orqasida bo'ladi. O'zbekistonda sanoqli hozirda bunaqa Hyundai Porter, Zavodskoy propan. Bu yangilik 2024 dan chiqdi Porter. Shu paytgacha Porterlar faqat tokda va solyarkada bo'lgan. Boshqa yoqilg'ida bo'lmagan. 2024-yildan mana Zavodskoy propanda chiqqan. Qisqasi o'rtoqlar, salon ideal holatda. Bu mashinani uzoqdan kelib ko'rishingiz ham kerak yo'q. Prosta avtosalonda ko'ryaman deb tasavvur qilaverasiz. Xo'p, mashinamizning narxi keladigan bo'lsak, 2024-yil 1400 km Janubiy Koreyada yurgan Zavodskoy propan Belosnejniy oq rangda. $32,000. Oz-moz kami bor. Faqat naqdga sotiladi, variant kredit vukki yo'q. Sotib olmoqchi bo'lganlar videosidagi telefon raqamimga murojaat qilishingiz mumkin. Hozir rastamoshka bo'lmagan, olgan odam nomiga shot spravka qilib beramiz va 10 kun ichida viloyatingizda davlat raqam taqib olsangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, siz qaysi birini muxlissiz? Kia Bongo'nimi, Hyundai Porter'mi va nima uchun aynan Kia yoki Hyundai? Shuni ham kommentariyada yozib qo'yinglar. Ko'pchilik qiziqtirgan savollarga javobni kommentariyadan olish uchun aziz obunachilar, yuk mashina muxlislari albatta like bosib, yangiliklarni o'tkazib o'rmaslik uchun albatta Universal Avtoalam sahifalarimga obuna bo'ling.